أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar va alqishlar alamlarning Rabbi, shundaqla bizning Rabbimiz bo'lgan Allohga bo'lsin. Yaxshi oqibat, muvaffaqiyat, g'alabalar o'shalarga bo'lsin. Salat va salam, qo'llash va desteklar u Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomga va uning ahli baytiga, uning sahobalariga va uning yo'lidan qiyomatgacha mangan yo'ldoshlariga bo'lsin. Assalomu alaykum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugun yana ko'rib tug'ilnadik. Haj qilishning hikmati temasida davom qilamiz suhbatni. Tungin haj deganninki lug'atdagi ma'nosi to'g'riliq paranglashgan to'q. Azroq suhbat qilgan. Bugun hamda hajning nimaligini bilish uchun, hajning hikmatining nimaligini bilish uchun hajninki ruknlariga qarab baqsaq bo'ladi. Qarindoshlar, haj jarayonida qiladigan bekchiq ibodat va va'da hammasini tushuntirishga to'g'ri kelsa vaqt yetmaydi. Shuning uchun vaqtning yetishicha mush hajninki shu ruknlari deyiladigan bir rukni chalqasi haj bo'lmaydi deb qaraladigan yo'g'on ruknlardan boshlab hajning nima maqsadda qilinadiganligini tushunishga tirishib baqayli. Qarindoshlar, hajning birinchi ruknisi ihrom bog'lash deymiz. Al-ihrom min al-miqat. Miqatdan ihrom bog'lash deyiladi. Ihrom bog'lash kelimasi qarindoshlar ash haram yildizidan muhtaram, ihtirom, harom, muharram, hurmat ash o'xshash yiltizdan chiqadi. Ihrom degan uyg'urchalashtirgan vaqtimizda ihrom bog'lash degan gap. Qarindoshlar, ihromni bog'lagandan keyin o'zimizga Allohdan boshqa kun tartibning hammasini harom qilganlik hisoblanadi. Ihrom degan harom qilish degan gap. Nimani harom qilamiz? O'zimizga Allohdan boshqa, Allohning rizosidan boshqa kun tartibning hammasini harom qilayotimiz. Biz ihrom bog'lash orqali shunda degan bo'lamiz. Ey Alloh, men mush kepanning o'rnidagi mush ihromga kirdim hozir. O'lgan vaqtimizda qandoq inson hushyor bo'lsa, qandoq esiga kelsa, qandoq hushiga kelgan bo'lsa, o'lgan odam, men hozir shundoq hushimga keldim. Bütün ömrümni dunyo halakchiligida g'aflatda o'tkazgan bo'lsam-mu, hozir hushimga keldim. Bundan keyingi hayotimni faqat seni rozi qilish uchun atayman. Mening hayotimga sendan boshqa kun tartiblarning kirib qilishini o'zimga harom qilib etdim hozirdan tortib. Mana mush soatdan tortib, mush ihrom bog'lab, mush miqatga kirgan vaqtimdan tortib hajni boshladim. Haj degan qat'iy niyatga kelib, Alloh rizosi uchun yo'lga chiqish deyilgan to'g'ri. Men hozir shu yo'lga chiqyapman. Men hozirdan tortib bundan keyingi hayotimda faqat sen uchun xizmat qilaman, seni rozi qilishga tirishaman, o'zimning yaxshi inson ekanligimni isbotlab, mushu dunyodagi imtihonimni o'tashga tirishaman Allohim deb Allohga so'z berganlikning ismi ihrom. Shuning uchun ihromni bog'lablam nima deymiz? Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bütün dunyodan kelgan milyonlarcha haji mushu talbiya bilan hajni boshlaydi qarindoshlar. Talbiya degan labbayk aytish degan gap qarindoshlar. Labbayk Allohumma labbayk. Nima degan gap? Biz haj boshlagan vaqtimizda, ey Alloh, nima amr farmoning bo'lgan bo'lsa, men qilishga hozir. Ijro qilishga hozir. Nima bo'lgan bo'lsa, farz bo'lgan bo'lsa, vojib bo'lgan bo'lsa, sunnat bo'lgan bo'lsa, sening amring nima bo'lgan bo'lsa, bugundan tortib men shuni ijro qilishga tayyor. Hayotimni, jonimni, malimni, bütün hamma narsamni sen uchun atab qo'ydim deganlik bo'ladi. Labbayk degan. Labbayk kelimasi bizning Sharqiy Turkistondan bor qarindoshlar. Biz kichik vaqtlarimizda cho'ng dadillarimiz cho'nimizni chaqarsa,
Palani deb chaqirgandan keyin labbay deydi ba'zilar. Ba'zilar qibek bizim bilmaydiganlar lavay deydiganlar bordi. Lavay deb javob berdi. Ba'zilar labbay deb javob berdi. Mushu labbaykdan keladi. Labbayk degan emr qil, buyruq ber, men ijro qilishga tayyor degan gap. Şoň ihram baglaş bilen tenglam labbayk Allahumma labbaykni başlap ketimiz. Ağzımız bilen şundaq ifade qılımız. Ey Allah, nime emir fermanyň bolsa, men şunu ijra qilishga hazır. Muş hej mezgilidimi? Hejden kiyinmi? Bundan kiyinki hayatımdymı? Men hemme emir fermanyny ijra qilishga hazır digenlik boldy. Endi bu yerda Allah'a söz berimiz. Endi hej qilib bolgandan keyin, yurtga qaytgandan keyin, şartlar özgergenden keyin, şarait özgergenden keyin nurgun hacılarımız özgürüp ketdi. O başka mesele. Amma aş hej mezgilide aş ihramga çigellik, labbeyk Allahumma labbeyk deb başlaganlyk özümüzni Allah üçün bir esker deb ataganlygymız. Şeytanga karşı, Decjalga karşı, tağutlarga karşı hakni müdafaa qilish üçün, batılga karşı uruş qilish üçün özümüzni Allah üçün ataganlyktyn ismini nime deydi ekenmiz? İhram deydi ekenmiz. Labbeyk deydi ekenmiz qarandaşlar. Bu ihram bağlap bolgandan keyin nime qılymyz? İhram bağlap bolgandan keyin haremge kelimiz, Ka'bege kirimiz. Ka'bege kelip birinci bolap nime qılymyz? Tavapni başlayımız. Tavapı ziyaret tavapı dep atıldı. Buna tavaful ifada dep atıldı. İfada tavafını başlayımız. Yani Ka'beni tavaf kılımız. Hem de ikinci rukni muş tavaf muşu. Hecnin ikinci ruknisi muş tavaf. Bu tavapta aşı haremge kiriplam Hacrul Aswad deydigan bir qara taş var şu yerda. Al Hacrul Aswad degan qara taş degan gap. Ka'badinki 4 bulunluq buludu. Ka'ba şu 4 bulunluq bir bulununda şu Hacrul Aswad var. Şu Hacrul Aswaddan başlap 7 qatim çögüleymiz. Şu 7 qatim çögülegenni tavaf deymiz. Tavaf. Bu tavaf mı? Şu hecnin ikinci ruknisi şu. Muş tavaf bolmasa hec bolmaydı. Onda bolganda bu tavaf nime degen ma'nany bildirdi? İhramni düşendik-ku, ihramni düşendik, talbiyani düşendik. Endi tavaf nime ma'nany bildirdi? Tavaf çögüleş. Çögüleş degen qarandaşlar el-idara deyildi. Çögüleş, daire içige kiriş degen gap, bir daire içige kiriş. Bu aş yoğun topga qatilish degen gap. Ka'bani tavaf qilish degan gap, yo'g'on topga qatilish degan gap. Bu yo'g'on top qalsa, qarindoshlar, Allah bütün koinotni Allah yaratdi. O'sha Allah o'zidan boshqa hamma narsani Allah yaratdi. Bütün koinot, bütün mahluqot, mavjudot, jannat, jahannam, g'ayb olamidagi, shahodat olamidagi nima bo'lishidan qat'iy nazar aqlimizga nima kelsa, hammasining yaratquchisi Allah. Allah'ның bütün məxluqatı Allah'ның ərşi əzimini tavaf qılıdı, çögüleydi. Tusabbihu lehu's semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. Ayet bu. 7 qat asmanda, ziminde nim bolsa, kim bolsa hemmisi Allah'a tesbih eytidu. Anındaki yanı nime deydi? Allah asman cisimlerini, yıldızlarını, ay, Quyosh degandek hammasini tasvirlab kullun fi falaki yasbahun. Hammasi o'z falakida sayohat qiladi, cho'gilaydi deydi. O'zining orbitasi bor. Har bir sistemning, masalan, Quyosh sistemining bir orbitasi bor. Quyosh sistemidagilar shu orbita atrofida cho'gilaydi. Samo yo'li sistemidagilar u atrofda cho'gilaydi. Galaksiyalar o'zining orbitasida cho'gilaydi. Shunday qilib, hamma mahluqot o'zining orbitasida cho'gilaydi. Natijada butun mahluqot, mavjudot, koinot Allohning arshi azimining atrofida cho'gilab tavaf qiladi. Biz hamda u koinotga nisbatan kichikkina jangalga tashib etgan bitta tugimida kichik bo'lgan bir yer sharida yashaymiz.
Yoğun alemge nisbet yer şarımız beklam kiçik. Kum tanesilik aşına kiçik narsa. Bu kiçik yer şarının içinde biz kiçik insanla yaşayımız. Biz bu insanların içinde öz irademiz bilen Allah'a boysunadiganlarmı var, öz irademiz bilen Allah'a boysunmaydiganlarmı var. Biz endi hej qilg'ili berib, Kabe'ga berib, nima uchun tavob qilamiz? Biz tavobni shu niyat bilan qilamiz. Ey Allohim, butun koinot seni tavob qiladi, sana sajda qiladi, sana ruku qiladi, hammasi sana taslim bo'ladi, sening sistemang ichida o'z orbitasi cho'gilaydi, o'zining haj ibodatini qilib, seni rozi qilishga tirishadi. Menmo shu koinotdagi shu maxluqotlarning bir sifatida menmo ash karvonga qatiliman, ash ona iqimga qatiliman deb Kabini tavob qilish orqali shu ana iqimga qatilgan bo'lamiz. Endi buni o'z xiyolimiz bilan qilmaymiz. Bu Kabini Alloh shu qibla qilib bizga belgilab beraylik. Kaba mush yer sharidagi butun insoniyatning qiblasi shu. Buni Alloh aslida shu sistemaga qatilmoqchi bo'lsanglar, shu koinot sistemasiga qatilmoqchi bo'lsanglar, mush qiblaga oldinni qilinglar, hammanglar mush Kabini qiblam deb e'tiqod qilinglar, andan keyin mishaga kelinglar, mush men belgilab bergan mush qiblani cho'gilasanglar, shu olam ichidagi shu sistemaga, yo'g'in ana sistemaga kirgan bo'lasizlar deb Alloh shu tavob qilish, Kabining atrofini tavob qilishni Alloh mashrulashtirib bergan bir ibodat. Bo'lmasa Kaba yog'ochdan, toshdan, to'pidan yasalgan bizning uylarimizdek o'xshash moddasi, Kabining moddasi siz bizning uylarimizdan hech qanday farqi yo'q. O'xshash tuproqdan chiqqan moddadan yaratilgan bir narsa. Modda sifatida hech qanday bir farqi yo'q. Faqat Kabini ulug' qilgan narsa nima? Allohning emri. Allah ulug' bo'lgandan keyin Allohning emri tushgan, Allohning vahiy tushgan ham ulug' bo'ladi. Allah dedi ki bizga, mana mushu insoniyatning qiblasi, mush yer yuzidagi qibla mushu, butun insoniyat mush bir qiblaga qaraysizlar deydi. Allah nima uchun qiblani bir qildi? Chunki Allah bir bo'lganligi uchun. Butun koinotning, butun insoniyatning yaratquchimiz bir. Rizq bergichimiz bo'lgan roziqimiz bir. Xoliqimiz bir. Bizning ehtiyojimiz bo'lgan qaysi nuqtadan qilsak Allohning qaysi sifatini o'ylagan vaqtimizda har nuqtadan Alloh bir. Alloh bir bo'lg'achqa, shuning uchun Alloh bizga bir qiblani qilib, mush bir qiblaga qaraysizlar. Vahdaniyat sistemasiga mansub bo'lasizlar. Vahdat sistemasiga mansub bo'lasizlar deb Alloh amr qilganlik. Vahdat va vahdaniyat sistemasiga bizning kirishimizni Alloh amr qilganlik. Allohning amri bo'lg'achqa shu Kaba bir uy bo'lgan bo'lsa-mu, shu Kabani mening qiblam deb qaraymiz. Shu yerga borgan vaqtimizda bu mening qiblam bo'lg'achqa, mana mishani cho'gilayman deb Allohning vahdaniyat sistemini va vahdat sistemini qabul qilganligimizni e'lon qilamiz. Yana birsi, bu bir qiblani tavob qilishning yana bir hikmati qarindoshlar. Biz Allohga shunday so'z bergan beramiz. Ey Alloh, biz inson bo'lish sifatimiz bilan har davlatdan, har millatdan kelgan insonlar bo'lish sifatimiz bilan mush bir Kabani tavob qilish orqali bir rahbarlikni qabul qilamiz. Mush islomiy rahbarlik sistemasini qabul qilamiz. İslamiyatni qabul qilamiz degan gap. Chunki Odam alayhisalomdan ta qiyomatgacha bo'lgan Alloh mush yer yuziga tushgan qonunliq din islom dini. Inna dina indallohil islom. Allohning dargohida qabul bo'lgan qonunliq mashru din islom dini. Bütün payg'ambarlarning dini islom. Musa alayhisalomning dini islom, Isa alayhisalomning dini islom, har qanday payg'ambarning dini islom. Uni ham degan xalqni o'zgartib, boshqa dinni o'zgartib, u bu deb ism qo'yib olsa o'zining gunohi. Ammo Alloh avatgan din islom. Shu bir Ka'ba atrofida tavob qilishimiz, hajga borgan vaqtida tavob qilishimizmi, hajga bormagan vaqtlarimizda shu Ka'baga qarab namoz qilishimiz, bütün camilarning qiblasini Ka'ba tarafga keltirishimizning sababi nima sababdan? Shu Alloh evatgan qonunliq islom dinini qabul qilaman.
bir dinni qabul qilaman, bir Allohlik dinni qabul qilaman deb islom dinini qabul qilganlik bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun musulmon davomli qiblasi Ka'ba bo'ladi. Musulmonning qiblasi Ka'ba. Ka'ba birlikning simvoli. Birlik Allah deganlik. Allah hem bor, hem bir. Shuning uchun Ka'ba birlikning simvoli, vahdaniyatning simvoli. Shuning uchun musulmonning qiblasi davomli nima bo'ladi? Ka'ba bo'ladi. Endi hozirgi zamonda qarindoshlar, qiblamiz burilib ağzımızda bir deymiz. Mesela nurgun insanlar, cemaat rehberleri, teşkilat rehberleri, millet rehberleri, hatta devlet rehberleri yüzünü Müslüman hesablayıp Kabe'ye berip hacı kılıdı. Kabe'ni tavaf kılıdı. Sizi biz degandek lebbeyk Allahümme lebbeyk ne deydi. Allah'a söz veriyordu. Ya Allah senin sistemine giremen, sen neymi desen şunu icra kılımen, şunu neymi desen icra kılımen deydi. Hecni kılıp tügütüp kelip lan, anadaki başka yerlerine tavaf kılıdı. Mesela Allah Kabe'ni merkez kılısız, İslamiyetni merkez kılısız, İslamiyetni gün tertip kılısız, İslamiyet bilen yaşaysız, deb buyrukni berse, hecni kılıp kelip lan, başka kıblelerge yüz keltirishni boshlaydi. Devlet rehberleri. Hozirgi zamonda uni qibla demaydi de, manchi qutupluq siyosat deydi o. Hozir dunyo bir qutupluqni ikki qutupluq bo'ldi. Hozir ko'p qutupluqqa qarab ketib bordi deb, hozir qutub deb hisoblaydi uni. Bizga qutub deb tushundirdi o'zining qiblasini. Halbuki şu siyasetçiler, şu devlet rehberleri dünyada hozir manchi qutub bor degan qutuplar şu insanların qiblasi şu. Mesela Kabe'ni ziyaret kıladigan Müslüman devletinin rehberleri nega baradi hozir? Xitoyning quchqig'i borib Xitoyni ziyorat qiladi. Biz boradigan Kabe'ga berib labbeyk Allohumma labbeyk ne deydi? Ey Allah nima emr farmoningiz ijro qilaman deydi. U yerdan kelib lam ziyoratni Xitoyga qiladi. Qarab bakinglar, Arabning boshliqlari olsun, Arab ulamolari olsun, Türk dünyasının başlıkları olsun, hemmisi üzünü Müslüman insanlar Kabe'ni tavaf kılıdı, arkadan siyasette Xitay'ını tavaf kılıdı. Xi Jinping'ni tavaf kılıdı, Beijing'ni tavaf kılıdı. Nimiş ki bunda kılısız dese hazırki zamanda köp kutupluk siyaset var. Devlet menfaatimiz var, milli menfaatimiz var deyip, devlet menfaati, milli menfaat deydiğen bir tağut oturuğu çıktı hazır, aş tağutku boysunudu. Qarindoshlar, milliy manfaat yaxshi bir narsa. Qo'g'day olsak yaxshi. Davlat manfaatimiz yaxshi, qo'g'day olsak yaxshi. Ammo milliy manfaatimizni, davlat manfaatimizni qo'g'didik deb, boshqa davlatlarni setish bedeliga, boshqa davlatlarni hajlash bedeliga, boshqa millatlarni yo'q qilish bedeliga davlat manfaati deyolmaysiz. Desangiz u davlat manfaati og'zaki bo'ladi, og'zingizda qoladi. Qiyomat hisob bergan vaqtida Alloh uni qabul qilmaydi. Hozir dunyodagi davlat manfaati, milliy manfaat, national interest degan narsalarni Alloh qabul qilamdi. Alloh agar o'z davlatingizga manfaatli ish qilayotgan bo'lsangiz yaxshi deydi. O'z manfaatimga ish qildim deb boshqa davlatlarga ziyon bersangiz, boshqa millatlarga ziyon solsangiz, boshqa millatlarni setib hejlisangiz, boshqa millatlarning ishg'ol qilingan davlatini, ishg'ol qilingan zaminini boshqalarning zamini deb e'tirof qilsangiz, başkalarının zimin bütünlüğüne itiraf kılımız degan qalpaqni kiyib olib turib, başka milletlerinin, qarindoshlarının devletlerini satsanız, bunun etini Xi Jinping'e çoqunğanlıq, Xi Jinping'e tavaf qılğanlıq, Beijing'ni tavaf qılğanlıq deyildi. Bizning islom dinimizda bunun ismi tavaf. Muşunda bulab ketmesin deb Allah Müslümanlar muşunda tağutlarını tavaf kıldığan bulab qalmasin. Tağutlarning quchug'ida o'tirdigan bo'lib qolmasin deb Allah bizni shu Kabe'ni shuning uchun bizga chiqarib berdik. Bo'lmasa Kabe bo'lmasimi? Allah hamma yerda bo'lgandan keyin qo'limizni egiz ko'tarib duo qilsak bo'laveradi. Allah hamma yerda anglaydi, hamma yerda biladi, hamma yerda ko'radi. Allah uchun hamma yer o'xshash.
Faqatla biz qiblimizni topolmaydigan bo'lg'achqa. Shuning uchun Alloh qiblisini teppasin deb Ka'bani qanday qilib berdi bizga? Qibla qilib berdi. Shu bağa vaqtimizda, haj qilib bağa vaqtimizda, Ka'baga bağa vaqtimizda shu yerni tavob qilamiz, tavob qilamiz, tavob qilamiz. Allohga shunday ifoda bildiramizki, Ka'baning oldida, "Ey Alloh, men davomli sen mush qo'yib bergan mush vahdat va vahdaniyat sistemasini, islom sistemasini qo'llayman, mushuningdan chiqmayman, mush islomiyatning amri nim bo'lsa shuniga amal qilaman" deb so'z verish uchun tavob qilamiz uni. Bu tavob qilish deganlik aşıqlıq var bunun içinde. Pervaneler tavob qiladigan o'tni, chirog'ni yaxshi ko'rgachga biz insoniyat nima uchun tavob qilamiz Ka'bani? Alloh ishqi bo'lg'achqa, Alloh sevgisi bo'lg'achqa, Alloh sadoqatimizni bildirishimiz uchun, vafodorligimizni bildirish uchun, ne'matiga qarshi shukr qiladiganligimizni bildirishimiz uchun Ka'badan tavob qilamiz. Shuning uchun Alloh bizga shu Ka'badan voyaga chiqarib beraylik. Bo'lmasa u Ka'baning moddiy tarafidan yo'g'on bir qimmati yo'q. Undaqda Ka'bani nima uchun 7 qatim tavob qilamiz? 7 ko'plikning simvoli va cheksizlikning simvoli qarindoshlar. Sonlar ichida 7 bularni arabda mush 7ni nayt ko'p cheksiz deydigan yerga mushundaqa 7ni 70ni ishiltadi. Bu son to'g'riliq gap qilsak gap uzrab ketadi. 7 qatim tavob qilishimizning sababi cheksizlik. Ya'ni ey Alloh, biz sening amringga omada bo'lishda cheksiz mushunda taslimiyat ichida bo'lamiz sening uchun. Mushu haj qilish jarayonidagi mush ifodamiz cheksiz. Mush haj qilish, tavob qilish jarayonidagi mush tuyg'umiz cheksiz. Mush hissimiz, mush tushunchamiz, mush aqidamiz cheksiz. Ülgüç mushundaq bo'ladi. Ta abadil abad mushundaq bo'ladi Allohim deb Allohga abadiyat so'zi beramiz Ka'bada tavob qilish jarayonida qarindoshlar. Qarindoshlar, soat yana kechulab ketdi, bizda juma bo'lib qoldi inshaalloh. Tugatamadik hejning ruknlarini inshaalloh ate tugatamiz. Alloh nasib qilsa, hozircha mushunchalik bo'lsin. Alloh mushu bir yilqi hajimizni qabul qilsin. Tarbiya kunimizni, kunda qilgan ibodatlarimizni, Arafa kunida ibodat qilgan ibodatlarimizni, mushu qurbonlik kunlarda qilgan butun ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin qarindoshlar. Qarindoshlar nim bo'ladi? Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun duo qilaylik. Qarindoshlar, mush koinotni yaratgan Alloh Sharqiy Turkistonning mustaqilligini xolisa amaliyleşadi. Alloh xohlamasa amaliyleşmaydi. Shuning uchun oldi bilan Allohning xohlishini qo'lga keltirish uchun Allohga yolvoraylik. Bizning mush kunga qilib qolishimiz o'zligimizdan emas. Bir gunohimiz bo'lmasa mush kunga qilib qolmaymiz qarindoshlar. O'zimizda tuxumdan oq deydigan bir gap bor-ku, unda oqni ko'rib ketmaylik. Xitoydek manqi delta bir millatning quliga qilishimiz o'zligidan bo'layotgan bir ish emas. Allohning dargohida o'tkazgan bir gunohlarimiz, jinoyatlarimiz bor, bo'lishi mumkin. Shu bo'lishi mumkin degan ko'z qarashda turib, o'zimizning nomidan, ota-onalarimizning nomidan, butun Sharqiy Turkiston xalqi nomidan istig'for aytaylik, Allohga yolvoraylik, Allohdan afv qilinishimizni talab qilaylik. Afv qilingandan keyin, andan keyin Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishiga duo qilaylik. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga, shu mustaqilligimizni asliga keltirishning bizning qo'limiz bilan bo'lishiga duo qilaylik qarindoshlar. Duo ijobat bo'ladigan kunlar, Ramazonning oxirgi 10 kun qanday ulug' bo'lgan bo'lsa, shuningdan qilishmaydigan, hatto shuningdan eshib tushadigan kunlarni yashayotimiz.
ibodatlarimizni nuqson qilmayli, mukammal qilayli. Duolarimizni nihoyat ixlos bilan samimiy qalbdan qilayli qarindoshlar. Allah xalqimizga hidoyat bersa ajab emas. Allah xalqimizga qaytadan o'g'itib qo'ysa ajab emas. Allah xalqimizni İsrafil alayhissalom surchalishdan burun yana bir qatim tirildirsa ajab emas. Tirilishimizga, uyg'onishimizga duo qilaylik. Allah hammamizning qilgan ibodatlarimizni ijobat qilsin. Yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ayrılmasın. Ölüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.